apparat so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlariga 6 pichoqli jodu apparatlarimiz yetib kelgan. Ko'rib turganingizdek baquvvat pichoqlardan qo'yilgan, shinaklari ham baquvvatlardan qo'yilgan. Hozirda yig'ilish jarayoni kimga xuddi shunday jodu apparatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlar qoldirib qo'ydim. Bemalol murojaat qilib, optim narxda xarid qilib olishingiz mumkin. Va mana bunday jodu apparat so'ragan akalarimiz uchun ham xuddi shundaylari ham yetib kelgan akalar. Ko'rib turganingizdek soni o'ta kam, ataga 10 dona kelgan. Ko'rib turganingizdek setkalari, 3 xil setkalari bor. Bemalol dom mahsulotlarini maydalab chiqarib, somonlarni ham maydalab chiqarib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Somonni chiqarishda o'rtasidagi olib qo'ysalar, mana ikki tomoni pichoqlari ham o'sha segmentlardan pichoqlardan qo'yib ishlangan, o'ta baquvvatidan sinovdan o'tgan, ichida dugularigacha bo'ladi akalar. Kelganinglarda yana bir yurg'izib ishlatib tekshirib beriladi. Buni ham narxlari optim narxda. Narxlari va to'liq ma'lumotlarni olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar akalar.